O'g'aylar, Chortoq yo'lida 2 etajli, ikkinchi etajga chevarxona, oshxona qursangiz bo'ladi. Birinchi etajni magazin bilan avto tuning qilsangiz bo'ladigan joy topib qo'ydim. Manzil tushuntiraman. Chortoq yo'li Moshina bozoridan ozgina o'tganda fura sotiladigan Pitak ro'parasida joylashgan. Hozir ko'rib turgan joylarda shunaqangi ikkita panorama oynasi bor. Juda ham katta joyimiz bor. Birinchi etajda ikkita boksda ijaraga beriladi. Birinchi etajda siz bemalol avto tuning qilishingiz mumkin yoki magazin qilsangiz bo'ladi. Ichidagi remontlarni barchasini qilib berishadi, ya'ni kafel, отделкаларni qilib beriladi. Ikkinchi etajga ham hozir biz sizlar bilan chiqib ko'ramiz. Ikkinchi etajimizda shunaqangi uzun balkoni va har doim siz maza qilib quyosh botishini kuzatishingiz mumkin. Ikkinchi etaj kirganimizda shunaqangi katta bitta polyaga ko'zingiz tushadi. Buni umumiy maydoni 300 kvadrat metrdan anchagina oshiqroq. Hozir ham qurilish, ya'ni remont ishlari olib borilyapti. Agar chevarxona qilaman desangiz, patologini shunga qarab pastroq qilib o'zlari qilib berishadi yoki oshxona qilmoqchi bo'lsangiz ham patologini o'zlari qilib berishadi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerga agar oshxona qilmoqchi bo'lsangiz ham juda ham ko'p odam sig'imi bo'ladi. Chevarxona qilsangiz ham menimcha normalniy daromad ko'radigan chevarxona, ya'ni anchagina chok mashinalaringizni shu yerga qo'yishingiz mumkin. Narxlarga keladigan bo'lsak, akalar, birinchi va ikkinchi etajni narxlarida kelishilgan holatida mukammal aytdilar. Nomerlarni video ostida qoldiramiz, bemalol telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi.